Allohu akbar. Amerika islom dunyosi bilan aloqalarni yaxshilashga harakat qilayotgan bir pallada poytaxtdagi tarixiy sinagogaga yetakchi musulmonlar tashrif buyurdi. Shu paytgacha Washington bunday manzaraga guvoh bo'lmagan. Ulamolar va jamoatchi faollar, turli e'tiqod vakillari birga ibodat qildi. Arab-Isroil mojarosi yechimini kutar ekan, musulmonlar va yahudiylar orasidagi tafovut so'nggi yillarda yanada avjiga chiqqan. Ayrim dindorlar ta'na dashnom emas, fikr-mulohaza almashaylik demoqda. Bir dasturxon atrofida to'planib insonparvarlik xususida muloqot yo'lga qo'yildi. Bu musulmon, yahudiy va nasroniylarni bog'lovchi qadriyat, dedi Amerikada tanilgan imom Said. Xayriya juda muhim ko'mak. Och nahor odamlarga yordam qo'lini cho'zish insoniy burch. Alloh bizga shuni uqtiradi. Iymonli bo'lish bu boshqalarga yordam berish degani. Yig'inda Oq uy vakili ham ishtirok etib, prezident Barack Obamaning diniy birdamlik haqidagi so'zlarini yetkazdi. E'tiqodlararo muloqot zamon talabi. Biz faqat muammo haqida emas, o'xshash jihatlarimiz, farqli tomonlarimiz borasida ko'proq fikr almashib, amaliy chora-tadbirlar bilan chiqishimiz kerak. Din jamiyat ravnaqi uchun xizmat qiladi axir. Xayriya ishlarini birga olib borish, mablag' to'plash, ko'mak dasturlarini birga yuritishga kelishib olindi. Nasroniy tashkilotlar musulmon va yahudiylar bilan hamkorlikka tayyor. Maqsadimiz xor-uzor yashayotgan insonlarga umid berish, ular uchun imkoniyat yaratish. Safdoshlarim bilan har payshanba ro'za tutishga ahd qilganman. Isroil siyosatini yumshatib, G'azo sektorida ahvol yaxshilanmaguncha shunday qilishda davom etamiz. Nadia Fatir ismli jamoatchi faol fikricha, odamlar boshqa dinlarni qoralashdan avval ular haqida bilishi, o'rganishi lozim. Odamlarga o'z e'tiqodimiz haqida qancha ko'p gapirsak, shuncha yaxshi. Shundagina ular musulmon, yahudiy, nasroniy va boshqalar haqida ko'proq biladi, mazmunni tushunadi. Sinagoga, masjid va cherkovlarga borishsin. Ulamolar orasida san'at shaydolari ko'p. Ravin Shnayer ancha mashhur gitarist. Diniy yig'inlar musiqasiz o'tmasin, deydi Ravin. E'tiqod ham, musiqa ham ilohiy bir in'om, deydi u.